balonli mini traktor qidirib yurgan akalarimiz uchun yangi partiyada agroservis do'konlarimizga to'r balonli mini traktorchalarimizdan yetib keldi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Endilikda bu mini traktorlarimizni To'r X To'r to'ralar baloni ham bir vaqtda o'zida torta oladigan rollar gidravlikali variantidan ekonomichligi tomonlama eng katta 195 motorli Solarishning variantlaridan olib kelib qo'ydik. Bizning do'konlarimizdan kelib, xohlasangiz mana shunday komplekt holatda odenlari bilan, xohlasangiz telashkalari bilan ham sotib olishlaringiz mumkin. Bu videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, hozir bu mini traktorchalarimizni ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Kimga mana shu turdagi texnikalar zarur bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda sotib olishlaringiz mumkin. Bu mini traktorchalarimiz o'zi nima ishlar qiladi deb so'ragan akalarimiz uchun bu mini traktorchalar yordamida o'zini komplektda mana shunday pluglar yordamida yerlarni ag'darishda, xohlaganlar uchun frezalar yordamida yerlarni titishda va undan tashqari e'tibor beringlar, frezani almashtirish uchun o'zini agregatlarigacha bor. Qulayligi tomonlama bemalol frezani qo'yayotgan paytingizda mana shu yerga shunday qo'yib turib, bittagina bosadigan bo'lsangiz, bemalol frezani ulab almashtirib ishlatishlaringiz ham mumkin. Bu degani yosh katta odamlar ham, yoshlar ham bemalol boshqarish imkoniyati bor. Bog'i bor akalarimiz, tirikchilik qilaman deb yurgan akalarimiz mana shu komplektdan bittagina olib foydalanib qoladigan joy akalar. Xo'p, bu mini traktorchalarimiz, komplektdagi odenlari, aravalarimizni qisqacha ma'lumotini sizlarga hozir tanishtirib o'tib ketamiz va videoni boshidan bu komplektlarimiz va motobloklarimizni narxini tanishtirib o'tib ketadigan bo'lsak, hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 4 xil, 5 xil assortimenti bor akalar. Bularni hozirgi paytda mana shunday balonlari, shiroki variantlari, balonlari узкий varianti va undan tashqari panijniy, повышение bor funksiyali variantlari bor va undan tashqari orqasi elektronniy variantlari bor va oddiy variantlari bor. Shuning uchun har xil assortimenti bor. Bularimizni hozirgi paytda eng arzonchi variantlarini $1800 boshlab mana shu turdagi elektronniy, shiroki balonli va undan tashqari rollari gidravlikali variantlarini e'tibor berishlaringiz mumkin. Rollari shunaqa rollari gidravlikali variantlarini hozirgi paytda aytib o'tganimda bizning do'konlarimizda assortiment ko'p akalar, bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin va bularimizni narx-navolari aytib o'tganimda $1800 dan boshlab original bo'lgan katta reduktorli variantlari, qo'sh reduktorli variantlari, rollari gidravlikali variantlari $2200, $2400, $2600, eng qimmat variantlari $2700 gacha chiqadi. Hozir sizlarga tanishtirib o'tayotgan narx-navolarim mini traktorimiz va komplektdagi agregatlari bilan birgalikda. O'zini komplektiga oldiga 8 qator, orqaga 8 qator frezalargacha qo'shib beriladi. Yerda ichida haydab ketayotganingizda hamma balonni almashtirib, freza qo'yib olish imkoniyatingiz ham bor. Xo'p, undan tashqari orqasida odenlari, aravalari addenni hisob-kitob qilinadi. Kesalarni ularni ham kelishtirib beramiz va bu mini traktorchalarimizni endi sizlar uchun qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tib ketadigan bo'lsak, xarakteristikalari e'tibor beringlar. Motorlari eng katta solarkali motorlardan qo'yilgan 195 solarkali motoblok. Bu motoblokda motoridan qo'yilgan variantda hozirgi paytda qo'sh reduktorli hisoblanadi. Reduktorlar eng katta 750 talik reduktordan qo'yilgan. Orqasida ham mana shunday katta reduktordan qo'yilgan. Bu degani undan tashqari hozirgi payt orqasida vomlari hamma yo'g'i 100% ishlaydi. Hamma narsasidan bemalol to'liq foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, mini traktorimizni yoqilg'i turi solarka bo'lganligi uchun juda ham ekonomishli va baquvvatligi tomonlama benzinli motobloklarga qaraganda anchagina baquvvat qilib ishlangan. Yurgizish joylari xohlasangiz zavodnoyda yurasiz, xohlasangiz kalit orqali statorda ham yurgizib ishlatishlaringiz mumkin. Solarka boklari 5 litrli solarka boklaridan qo'yilgan, sohatiga 700 grammdan 1 litrgacha solarka rasxod qiladi. Oldida faralar bilan jihozlangan va undan tashqari e'tibor beringlar, aytib o'tganimda rollari gidravlikali. Bu degani yerda ichida haydab ketayotganingizda torroq, kengroq joylardan qaytib olish uchun ham juda ham qulay. Xo'p,
E'tibor beringlar, statorlarga ham ahamiyat beradigan bo'lsangiz, statorlar ham eng katta statorlardan qo'yilgan va qo'shimchasiga rollariga ulangan joylari ham anchagina baquvvat qilib ishlangan. Akkumulyatorlari mashina akkumulyatorlari bilan birga bir ishlangan bo'ladi. Bemalol mashinalaringizga ham qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Bularda akalar rollari burilayotgan vaqtda mana shunday o'rtadan ajraladi akalar. Mana e'tibor berishlaringiz mumkin. Hozir mana rol burilgan holatda turibdi. Rolni yana ham buradigan bo'lsangiz, bu balon oldi tomonga buriladi-da va o'rtadan mana shu holatda bukilib, eshilib bemalol burilish imkoniyati bor. Bu degani torroq joylarda ham qaytib olish uchun juda ham qulay variant hisoblanadi. Undan tashqari orqasi qo'sh reduktorli deganimiz sababi orqasida vomlarigacha bor. Bu vomlariga o'tiradigan kaselkalar, suv nasos, dori apparatlarida ulab ishlatishlaringiz mumkin va undan tashqari balonlarning orasini kengaytirib, toraytirib ishlataman degan akalarimiz uchun 60-70 razmerlarga o'zgaradi. Bemalol xohlagan razmeringizga o'zgartirib ishlatishingiz mumkin. Undan tashqari qo'shimcha sifatida e'tibor berishlaringiz mumkin. Bular avtomat korobka hisoblanadi. Прямой скоростga uriladi. Xohlasangiz mana orqa tomonni qo'shadigan bo'lsangiz 2 ga, 3 ga, 1 ga skoroslari bor. 1 dan 3 gacha skoroslari bor. Orqasini o'zini, oldini o'zini ham 3 tadan skoroslari bor. Bu degani общий hisoblaganda 8 ta skorosi bor. Oldida 4 ta, orqada 4 ta skorosi bor. Bu degani yerlarda ichida haydab ketayotganingiz ham panijniy, повышение funksiyalarini bemalol qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, undan tashqari qo'shimcha sifatida orqasida enshalarigacha qo'yilgan mana shunday persebnoylarda va undan tashqari orqasiga pluglarni qo'ygan paytingiz mana shu enshalar ishga tushadi. Bu enshalari ham oldingi partiya mini traktorlarda qo'yilmagan edi, lekin bularda elektronniy qilib olib kelganmiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Mana shu bitta knopkani o'zida ko'tarib, tushirib foydalanishlaringiz mumkin. E'tibor berishlaringiz mumkin. Apparaturalari ham eng sifatli original apparaturlardan qo'yilgan, anchagina baquvvat, sifati tomonlama, mощность tomonlama eng zo'ri hisoblanadi. Xo'p, undan tashqari bu 4 balonli mini traktorimizni aytib o'tganimdek komplektiga o'zini mana shunday pluglarini qo'shib beramiz. Yerlarni haydash uchun 35-40 cm gacha yerlarni ag'daradi. Yerlarda titishligi uchun mana shunday frezalarni qo'shib beramiz. Hozir bu yerda 10 qator turibdi, lekin biz sizlar uchun oldiga 4 qatordan 8 qator, orqaga 4 qatordan 8 qator. Bu degani 16 qator frezasini qo'shib beriladi komplektiga. Har bitta mini traktorimiz uchun komplektga qo'shib beriladigan agregatlari va orqasida frezalarni qo'yib yurish uchun o'zini agregati, orqasida tormozlari va undan tashqari aytib o'tganimdek frezalarni almashtirish ham juda ham oson. Ichkarida mana shunday palaslarni chiqarasiz va palaslarni chiqarganingizdan keyin balon o'zi avtomatik chiqib ketadi va frezani qo'yib bemalol foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari orqasida turgan aravalarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 2 million 200 ming so'mdan boshlab 6,5 million so'mgacha mana shunday komplekt holatda tayyorlab beramiz. Aravalarda o'zi ham kerak bo'lsa aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda aytib o'tganimda bu mini traktorchamizning narx-navolari eng arzon modellari $1800 chiqadi. Agarda baquvvatroq, mощности yaxshiroq variantlardan mana shunday 18 va 26 kuchli variantlarni olaman degan akalarimiz uchun narx-navolari $2300 dan boshlab $2700 gacha chiqadi. Imminda mana shu modellari bo'ladigan bo'lsa, komplekti hozir aytib o'tilayotgan narsalari bilan, agregatlari bilan arabalardan tashqari narxi $2600 gacha chiqadi. Imminda mana shu modellari. Bundan keyingi variantlari o'sha balonlari kattaroq variant hisoblanadi. 512 lik katta balondan qo'yiladi va undan tashqari akkumulyatorlari ham bulardan ko'ra anchagina kattaroq bo'ladi. Ishlash prinsipini tushuntirib o'tdim akalar. Endi sizlar bilan bu mini traktorchamizni bir qator ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Fikrlaringizni mana shu videoni kommentariyasida yozib qoldiringlar. Bizning do'konlarimizda bu mini traktorchalar va oddiy motobloklarda har xil assortimentidan bor. Bemalol kelib sotib olishlaringiz mumkin. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i Agroservis do'koni. Videolar foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videolarga like tugmasini bosib turishni unutmanglar. Sizlar bilan bitta bu mini traktorchamizni ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Videomizni boshladik.
original mini traktor hisoblanadi. Kimga mana shu turdagi mini traktorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning do'konlarimizda sonlari chegaralanmagan holatda sotuvda bor. Ot kuchlari hozirgi paytda 18 va 20 ot kuchli variantlari sotuvda bor. Boshqarish uchun juda ham qulay. Yoshi katta odamlar ham bemalol boshqarish imkoniyati bor. E'tibor berishlaringiz mumkin. Ishlashlariga, sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Bu mini traktorchamiz yoqilg'i o'tirish salarka bo'ladi akalar, e'tibor berishlaringiz mumkin. Bu mini traktorimizda komplektda frezalari chiqadi va pluglarigacha qo'shib beriladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Quvvati juda ham baland, tezliklari 20-30 gacha tezlikkacha chiqib bera oladi. Bundan tashqari qo'shimcha orqasida vomlarigacha bor. Balonlarni burilishlariga ahamiyat beringlar. Balonlari torroq joylardan ham burilib olish uchun juda ham qulay variant hisoblanadi. E'tibor berishlaringiz mumkin.